Minorai Kelon Buxoro shahri o'zining me'moriy merosi bilan mashhur bo'lib, undagi eng ulug'vor inshootlardan biri Minorai Kelon hisoblanadi. Chingizxon Buxoroni zabt etgandan so'ng shaharning bosh maydoniga kirib, maydon o'rtasida ulug'vor minoraga ko'zi tushadi. Chingizxon minoraga qaraganda boshidagi dubulg'asi tushib ketadi. Men hech qachon hech kimga ta'zim qilmagan edim, ammo bu minora shu qadar ulug'vorki, u ta'zimga loyiq dedi va bu minorani buzilmasligini buyuradi. Minora 1127-yilda Qoraxoniylar sulolasi hukmdori Arslonxon tomonidan qurdirilgan. Minoraning balandligi 46 metrga 60 santimetr, poydevorining diametri esa 9 metr bo'lib, u pishiq g'ishtdan barpo etilgan. Minoraning yuqori qismida 16